Canon 310 printer, lazerli printer kartrijini zapravka qilishni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda mashina yechib olasiz. Bu mana prujinasi yo'qolmasa, mana prujinasi yo'qolmasa. Keyin ikki burasini olinadi. Mana bu baraban Korotron. E'tibor beringlar, bu 10.05, 10 emas, 10.05. 10 bilan farq bor. Mana barabar ham 10.05 bu. Barabar 10. E'tibor beringlar farqini. Mana farqini e'tibor beringlar. Ketgan, barabar ketgan. Korotron ketgan polni. Motor. Kirachga ko'rsatamiz buni. Ikkinchi navbatda mana uni yechib olasizlar. Sababi buni ichi отход rang qolib ketadi. Buni olinadi. Tozalash kerak отход rang. Pilisos bilan polni tozalab olamiz. Ikkita bo'lib ko'rsatamiz yangi. Mana yangi Korotron. E'tibor beringlar, mana yumshoq. Mana eskisi bu. Mana bu qattiq mana. E'tibor beringlar. Barabar. Bu bo'ldi. Bu necha olinadi? İçida rang bor. Bu yaxshi qarama sababi mana ko'rganlaringdek Korotron bilan baraban charchagan. Rang bor, lekin baribir to'kib tashlaymiz endi buni. Buni ham bitta tozalab tashlaymiz. Bu 10.05. Asli 10 magneti var ko'rsataman. Mana bu 10'niki bu. Model 10 prujinasi qo'yib berib, ham bu kattaroq bo'ladi, qalinroq, bu kichikroq. Ko'p zapravka qiladiganlar almashtirishadi shuni. 10.05. Shuni yapib olamiz. To'g'ri kelishi kerak.